Assalomu alaykum, kanalimizga kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan jo'ja boqish sirlarini o'rganamiz. Nega jo'jalar sekin o'sadi? Ko'pchilik xato qiladigan xatolarni aytib o'taman. Birinchi xato suvni vaqtida bermaslik. Suv tugab qolishi, jo'jalar suvsiz qolib ketadi, sekin o'sishi mumkin. Suvni balandroq ko'tarib qo'yasizlar. Ichini axlat bilan to'ldirmaslik uchun balandroq qo'yib qo'yganmiz. Mana bu bemalol yetadi ichishga mana. Suvni ham balandroq qo'yishlaring kerak. Shunday qilib suv doimiy bo'lsin. Ikkinchi xatoni aytaman hozir. Mana ikkinchi xatolardan biri jo'jalarimizga noto'g'ri yem berish. Ko'pchilik so'raydi, kepak bersa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, ammo jo'jani o'zi sekinlashadi. Nega o'zi kepak beryapsiz deganlarga men kepak bermayman. Ichiga qo'shib mana bunday bug'doy, guruch qo'shib beraman. O'shalari ularga quvvat bo'ladi. Uni kuni sovuqda berayotdim, mana kunamisidi. U yemimizdan voz kechib mana bug'doy beryapmiz jo'jalarimizga. Ikkinchi muhim jihatlardan biri mana eng asosiy ingredient mana yozib qo'ygan, mana kalsiy. Jo'jalarga kalsiy qo'shib beringlar. Nimadan qiladi? O'tgan safargi videolarimni ko'rsalaring, men buni tuxum po'chog'idan maydalab qilganman. Solib berasizlar, jo'jalar suyaklari mustahkam, baquvvat bo'lib o'sadi. O'shanda o'sish tezlashadi. O'sha xullas o'sish yemga ham bog'liq. Hozir jo'jalarimizga beramiz. Mana sovuqdek bug'doyimiz, hozir jo'jalarimizga beramiz buni. Mana jo'jalarimizga berdik. Ular уже ancha o'rgangan mana. Talash qilib yeyishyapti. Xullas yemga e'tibor bersalaring, jo'jalaring yaxshi semiradi. Mana ko'rsaman. Mana. Shu jo'jamiz mana 2 oylik bo'lgan. Gavdalari ancha semiz, yaxshi rivojlanyapti. Xullas mana shu jihatlarga e'tibor bersalaring, jo'jalaring tez katta bo'ladi. Hozir meni o'zimda qolmagan suvga vitaminlar qo'shib berasizlar. Biosupervi, chektonik vitaminlar bor, qo'shib berasizlar. Hozir o'zimda qolmagan. Kanalimga o'tsalaring, bor videolar uni ham. Xullas o'sha vitaminlardan qo'shib berasizlar. Jo'jalaring yaxshi katta bo'ladi. Katakka qaraysizlar. Jo'jani kichkina katakka ko'p tiqib qo'ysalaring, o'sishdan ko'ra o'lim tezlashadi. Shuning uchun iloji boricha jo'jaga normal katak yasab, juda ko'p emas, o'sha katakni o'ziga bo'ladigan jo'jalar tiqish kerak. Hozir masalan, mana shu katagimizga ham jo'jalar ko'plik qilyapti. Yaqinda boshqa katak yasaymiz bu jo'jalarimizga, uni ham video qilib chiqaraman. Hozir bu katak kichkinalik qilyapti. Boqib turibman, yaqinda yana bitta katak yasaymiz. O'shanga solamiz, chunki hozir bu katagimizga jo'ja, bu 13 jo'ja sal ko'plik qilyapti. Xullas, jo'ja boqish sirlarimiz shundan iborat edi. Sizlar ham xato qilmasliklaring uchun aytib o'tdim. Sizlar ham shu tavsiyaga amal qilsalaring, jo'jalaring o'lmay katta bo'ladi. Mana masalan, o'zim 13 ta olib kelganman. Mana 13 ta katta bo'ldi. Bittasi o'lmadi. Aldayotganim yo'q, hammasi seriyozga gap. Bittasi o'lmadi. Agar qiziq bo'lsa, kanalga o'tib obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi video nima haqida bo'lishini esa kommentariyalarda yozib qoldirsalaring, o'sha videoni chiqaraman. Rahmat.